Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 27-aprel. Xo'sh, Alba qulupnayimiz bugun 3-terim bo'ldi. Birinchi terim 52 kilo chiqdi, keyingi terim 173 kilo chiqdi. Bugungi terimimiz xo'sh, ichirganlar. Mana 377 kilo chiqdi. Tarozdan o'lchadik. Xo'sh. Mana ko'rib turganlaringizdek kalibrlari. Katta bitta gurgutni oladigan bo'lsak, shu gurgutda teng kelyapti. Terib oldik. Xo'sh, narxi narxi 35 mingdan joyiga olib borib berishga kelishdik. Endi joyini qayerga olib borishni aytayotmayman. Don kattalik. Nasib bo'lsa, mana shu bilan tepalarimda yuklab ketamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.